Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men yana mana navbatdagi video darsni yozishga qaror qildim. Bu 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan, bu albatta 2017-yilgi nashr bo'yicha. Umumiy qilib olganda, Xorazm shohlar davlati yoki Afrig'iylar davridagi Xorazm emas, umumiy qilib men mavzuni Xorazm davlati deb oldim va mana shu O'zbekiston tarixini 7-sinf darsligi nimasi bo'yicha men dars o'tishim haqida kerakli insonlar, masalan, meni darsimda balki qatnashishni, ishtirok etishni va o'zini ma'lum bir ko'zlagan maqsadi, balki milliy sertifikat olishga, balki abituriyent bo'lsa, universitetga o'qishga kirishga mo'ljallayotgan insonlar bo'lsa, meni darsimda qatnashishni rejalashtirib, o'shalar uchun judayam yaxshi bo'ladi mana shu video darsim bilan ham bir sira tanishib chiqish deb umid qilaman. Demak, Xorazm davlati. Bu mavzuda men albatta odatdagidek 2 xil tarixiy metodni qo'llashni ma'qul deb bildim. Bular albatta genetik metod va xronologik metod. Genetik metod barchamizga tushunarliki, oldingi birinchi darsimda ko'rsatganimdek, genetik metod men odatda darsda aksar hollarda qo'llaydigan metodlarimdan biri hisoblanadi va albatta xronologik metod bilan bir qatorda. Demak, genetik metod bo'yicha bu mavzuni yoritadigan bo'lsak, bu albatta Afrig'iylar davrida, bu Afrig 305-yilda bu Xorazm hukmdorini paytida, demak, Tuproq qal'a, hozirgi Qoraqalpog'iston hududidagi joydan Kat shahriga qadimgi Xorazm davlatini poytaxt, ya'ni markaziy shahri ko'chirilgan vaqt hisoblanadi va keyingi sulola esa hukmron sulola, bu Mamuniylar sulolasi. Bu Mamun ibn Muhammad ismli hukmdor bilan boshlangan. Demak, bu sulola, aytmoqchimanki, Mamun ibn Muhammad Mamuniylar sulolasini aytish mumkin bo'lsa asoschisi hisoblanadi, ya'ni birinchi hukmdor bu suloladan. Va navbatdagi 3-sulola bu Anushtaginilar sulolasi. Bu suloladan kelib chiqib Xorazm shohlar davlatiga hukmdorlik qilgan insonlar birmuncha ko'p. Bu mavzularda yoritilganidek, albatta Anushtagin, Qutbiddin, Muhammad, Odsiz, Elarslan, Sultonshoh Mahmud, Takash, Alouddin Muhammad, Jaloliddin Manguberdi. Va barchamizga ma'lumki, hurmatli kuzatuvchilar, Jaloliddin Manguberdi, demak, bu Anushtaginilar sulolasi va umuman o'zi Xorazm shohlar davlatidagi o'sha Xorazmdan kelib chiqqan hukmdorlarning eng oxirgisi hisoblanadi. Va navbatdagi metod bu xronologik metod hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu matematika fanida ham qo'llaniladigandek uzun nur, o'sha kesma bardavomligida tegishli judayam muhim, ahamiyatli sanalarni men demak belgilab qo'yganman. Bu 305-yil, bu albatta Afrig'iylar sulolasini hukmronlik davrini boshlanishi desak ham bo'ladi. Bu aynan o'sha yilda hukmdor Afrig Kat shahriga Xorazm davlatini poytaxtini ko'chirgan yil hisoblanadi va 995-yil bu Mamuniylar sulolasini birinchi faoliyat yili hisoblanadi va 1017-yilda esa Xorazm shohlar davlati aynan shu Mamuniylar sulolasi hukmron bo'lgan davrida dastlab G'aznaviylar davlatiga va 1040-yilga kelib esa bu Saljuqiylar davlatiga qaram davlat bo'lib qoladi va 1127-yilga kelib esa va nihoyat Odsiz ismli inson, ya'ni o'sha Qutbiddin Muhammadni barchamizga ma'lumki, o'g'li Odsiz bilan bog'liq Xorazm shohlar davlatini, ya'ni mustaqil bo'lishi, aynan shu Saljuqiylarga qaramlikdan ozod bo'lishi masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, demak 1127-yilda Xorazm shohlar davlati aynan Anushtaginilar davriga kelib mustaqillikni qaytadan qo'lga kiritgan davr hisoblanadi va 1194-yilda esa Odsizni vorislari, nabiralari davriga kelib, ayniqsa Takash davriga kelib, Nishopur, Ray va Marv kabi shaharlar ham zabt etiladi va Xorazm shohlar davlatini
sarhadlari birmuncha kengayadi va 1194-yilga kelib esa Saljuqiylar sultoni To'g'rulga qaqshatqich zarba beriladi Xorazmshohlar tarafidan va Eron ham bu davrga kelib Xorazm davlatiga bo'ysundirilib Qaram davlatga aylantiriladi. Xo'p, 1210-yilda Talos vodiysida Qora Xitoylar mag'lubiyatga uchratiladi. Ya'ni butunlay Xorazm davlati demak Qora Xitoylarni siyosiy o'sha ta'siridan umuman qaramlik holatidan chiqishga birmuncha muvaffaq bo'ladi va 1210-yilda O'tror aholisi, 1212-yilda esa samarqandliklar tarafidan birmuncha xalq isyonlari, ya'ni qo'zg'olonlar bo'lib turadi. Bu davrga kelib 1200 va 1220-yillar mobaynida albatta barchamizga ma'lumki, Xorazmshoh Alovuddin Muhammad tarafidan hukmronlik yillari hisoblanadi va Alovuddin Muhammad Xorazmshoh bu qo'zg'olonlarni bostirishga muvaffaq bo'ladi. 1218-yilga kelib esa bu albatta Chingizxon davlati, ya'ni Mo'g'ullar davlati bilan Xorazmshohlar davlatini o'zaro aloqalari o'rnatilish yillari hisoblanadi. 1218-yilga kelib Chingizxon tarafidan yuborilgan karvon va o'sha elchilar O'tror shahri hokimi G'oyirxon Inolchiq tarafidan qabul qilinib, mo'g'ullarni yuborgan barcha karvonlari talon-taroj qilinib, elchilarning hammasi esa qatlam qilinadi. Va 1220-yilga kelib esa bu albatta Alovuddin Muhammadni vafot etish yili hisoblanadi va Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdini oxirgi albatta hukmdor bo'lib Xorazmshohlar davlatini taxtiga kelishi yili hisoblanadi va 1221-yilda esa Chingizxon bilan Jaloliddin Manguberdi o'rtasida o'sha barchamizga ma'lum bo'lgan eng taniqli jang, o'sha hozirgi Shimoliy Hindiston hududlaridagi o'sha Sind daryosi bo'yidagi vodiyda bo'lib o'tgan jang hisoblanadi. Va oradan bir necha yillar o'tgandan keyin 1230-yilga kelib bu oraliq yillarda Jaloliddin Manguberdi Yaqin Sharq hududidagi bir qancha davlatlarda, Mashriq Misr kabi, Konya kabi davlatlarning hukmdorlari bilan til biriktirib, bosqinchi mo'g'ullarni yurishlariga umumiy bir yoqadan bosh chiqarish uchun o'ziga aytish mumkin bo'lsa maslakdosh, tarafkash insonlarni qidiradi va 1230-yilga kelib vaziyat mutlaqo teskarisiga yuradi. Ya'ni aksincha bu davlatlar tarafidan Jaloliddin Manguberdini ma'lum sonli askarlari yengiladi va 1231-yilga kelib esa Jaloliddin Manguberdini o'zi Kurdiston tog'lariga qochib chiqib ketganda kurdlar tarafidan fojiali tarzda qatl qilib o'ldiriladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, demak siz bilan Xorazm davlati tarixini birmuncha o'rgangan bo'ldik. Mana shu ikkita metod, ya'ni genetik va xronologik metodga tayangan holda. Mabodo albatta yana biron bir inson xohlasa meni albatta onlayn darslarimda ishtirok etishni, kanalimda tegishli ma'lumotlar yozilgan. Men bilan qanday bog'lanish mumkin, Telegramim orqali onlayn darslarimga yozilish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli kuzatuvchilar.